Bu daraxtlarni qarasangiz, Rossiyaning o'rmonlarini eslatib beradi. 6-mikrorayondamiz. Mexabartiyaning orqa tarafida desangiz ham bo'laveradi. Shivenni fabrikaning orqa tarafida desangiz ham bo'laveradi. Isho deyna 5 qavat domni birinchi qavatida 65 metr kvadratdan ziyodroq 2 xonali patkulish tayyor. Hamma narsa bilan kvartira sotiladi. Narxini oldindan aytaman. 435 million so'm pul, o'zbek pulida. Atmosferani qarasangiz, ishonavering, ko'rib ko'z ko'niydi. Bu domni, bu kvartiramizni yana bir qulay tarafi, xohlasangiz orqasini hozir ko'rsataman, orqa tarafidan ofis etib, ochib foydalanib bersangiz ham bo'laveradi. Boshlasizsa, o'yin ichini bir qator chiroylatib bir ko'rsatib chiqaman. Ketdik. Uyga girishingiz bilan chiroylatib duxi qo'yadigan pastavka, kuyish qo'yadigan desangiz ham bo'laveradi. Uy, ko'rganingizdek, avoydan chiqqan. O'ngdan bo'laversin deb hamma o'qidin, o'ngdan boshlaymiz. Bir spani aynası 50 tarafa qaragan. Shkapni yaqindagina 9 million so'm pula zottirdim dedilar. Oyoqtilar g'oli, divorlar oboy, patolog, beton ishlar qo'yilgan. Bu yerdan garderobishni shkap. Bu yerda esa hojatxona. Bu yerda hojatxona oddenniy sanuzul oddenniy qilingan. Bu sanuzul. Bu yerdan o'tadigan bo'lsangiz, bir tipa koridor, lekin dalan hisob foydalanib o'tirib yeb-ichadigan joy uchun mo'ljallangan. Bu yerda esa kichkinagina, lekin kompaktniy kuxni bor. Hamma narsasi joyli-joyidan sig'dirilgan. Kuxni, ruh konturli kotyol, bunda shkap, birdan bir shkap, xolodilnik yetadi. Qarang, bu tarafdan eshik ochib, poni ofis uchun foydalansangiz bo'laveradi. Bu yerda esa ikkinchi xona zol. Bu yerlarni oboylarni ko'rdingizmi? Qarang. Zolam normal kattalikda, patolog natajnoy qilingan, pardalar ilingan. Bu tarafda balkon bor. Hozir yerda meni tikadon mashinalar pachkalab yotibdi ekan. Shuning uchun o'tib bo'lmaydi. Lekin bu yerdan oynani takansa ofis uchun planlashtirib ochib bersangiz ham bo'laveradi. Nima bo'lasiz? Narxini arziydimi? Kommentarda albatta fikringizni yozib keting. Bir like bosib, kvartira qidirib yurgan donishmishlarga yarik qo'yish yoddan chiqmasin.